Boylik topgan bola. Bor ekanu yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir cholning 2 o'g'li bo'lib, ulardan biri sabrli va mehnatkash. Ikkinchisi esa yalqov va ishyoqmas ekan. Katta o'g'il tinmay mehnat qilgani uchun ham sog'lom va baquvvat bo'lsa, dangasi o'g'il rosa semiz va dardmand ekan. Kunlardan bir kuni qarib qolgan ota merosni taqsimlashga kelganda o'zi qurgan imoratni qaysi o'g'liga qoldirishni bilmay boshi qotibdi. Shunda ularni sinovdan o'tkazmoqchi bo'libdi. Shartim shunday: kimda kim o'ziga bo'lib berilgan yerdan mo'l hosil olsa, hovli joy o'shanga qoladi, debdi. Va o'zicha chamalab, baribir katta o'g'il g'olib bo'lsa kerak, chunki uning suyagi mehnatda qotgan deya o'ylabdi. Ammo kichik o'g'il ham bo'sh kelmabdi. O'ziga ajratilgan yerdan mo'l hosil yig'ish uchun ishchilar yollabdi. Yig'im-terim paytida bir necha kishining uygan xirmoni balandroq kelibdi. Katta o'g'il bundan hech ham xafa bo'lmabdi, chunki u xuddi otasi qurgan imoratdek uy sola olishiga ko'zi yetarkanda. Ammo natija hammani hayron qoldiribdi. Kichik o'g'il mehnat qilmay rohat ko'rish mumkin emasligini tushunib yetibdi. Chunki u kam harakatlikdan tobora semirib, xuddi koptokdek bo'lib qolibdi. Bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarib, otasiga ekin-tekin ishlarida, novvos boqishda, o'tin terishda yaqindan ko'maklashibdi. Mehnat uning yuzlariga nur, taniga esa tetiklik bag'ishlabdi. Shunda kichik o'g'il haqiqiy boylik bu salomatlik ekanini anglab, sog'lig'ini va baxtini mehnatdan topibdi.